Bu videoda biz tashlandiq binoda kameraga tushib qolgan arvohlar videosini siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani, boshladik. Xo'p, jigarlarim, bizda top 5-video birgalikda ko'ramiz. Qisqacha sizga tushuntirib berib o'tib ketaman. Bu tashlandiq kinoteatrmi, tashlandiq shunga o'xshash joyda videoga tushib qolgan arvoh. Ko'ramiz. Xo'p, kimdir o'tyapti? Kim bu? Xo'p, ko'ramiz birgalikda. Videoga olyapti. Hozircha hech narsa yo'q. Mana u kim bu? Bu sherigimi yo'q? Arvoh yuribdi, men tushunmayapman. Ha, to'xtab qolding, to'xtab oldi. Turishini qaranglar buni. Fanarni tutyapti, beti oppoq. Jim turibdi. Xo'p, qiziq. Turishini qaranglar buni bitta nuqtada. A girl standing completely still, Yaqinlashtirilgan joyini ko'rsatyapti. At first they froze, unsure of what to do. Then one teen cautiously jigarlarim, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Top 5-video men oxiriga qo'ydim. Bunga birgalikda baho beramiz. Men 10 dan 3 berdim, to'g'risi. Biz top 4-videoga o'tamiz. Ko'ramiz bo'lsa. Xo'p, jigarlarim, bizda top 4-video birgalikda ko'ramiz. His life. Bu video ham tashlandiq binoni tagida olingan. The bell suddenly began to ring. And then he saw this. Blogerlar videoga olib yuribdi. Qarashini qaranglar buni, ko'ringlar. Devorda chekkasi turibdi. Bit turibdi, yarim bit turibdi. Qarashini qaranglar, bunday qilib qarayapti-yu. Yaqinlashyapti. Bu sekin yashib oldi. Hech narsa yo'q qoldi. Xo'p, bitta orqaga qaytaringlar, agar ko'rmagan bo'lsalaring, devorda shuni chekkasiga qarab ketyapti. Bitta ko'ringlar va jigarlarim, bitta like, bitta kommentariy yozib beringlar va obuna ham esdan chiqmasin. Sizlarga shunaqa formatda videolarim yoqyaptimi, yo'qmi? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Har bitta videoga ishondilarmi, yo'qmi? Buni ham yozib ketinglar. Bizda top 3-video birgalikda ko'ramiz. Xo'p, jigarlarim, bizda top 3-video. Ag'iga yaxshilab o'tirib olinglar, yegani biror narsa olib kelib olinglar. Juda qiziq bo'ladi 3 ta videosi. Katta. A group of campers set out one night to explore an abandoned building, hoping to find ghosts or spirits. What they found was far worse. Take a look. Xo'p, blogerlar, 3 ta blogerlar hammasi keldi. O'z ishlayapsan? Nima bu deyapti? Kulyapti bular. Qiz ovozini eshityapsizlar, a? Hatto men bitta o'zim tushib beraverardim, qutqargani qizni. Wait. Voy, ular baqirishini qaranglar. So'kin bordim, baqirishini qaranglar. It's coming from down. Ovozlardan chetdan bitta boshqa narsalarga o'xshab ketyapti, lekin. Yo'q, aynimaymiz, ko'ramiz. The building seemed empty at first, but when they heard a girl's scream coming from the basement. Fearing something was wrong, they went downstairs. Plan bo'yicha tushish kerak lekin. One second. Fikrimizni buzyapti. Yashikni ichiga qamab qo'yibdi. There's a box. Kim bu yashikni ichida? Hello. She's crying. Why are you in a box? Qulab qo'yibdi, yashikka qamab qo'yibdi qizni. Someone's put her in a box. Yordam They beringlar found deyapti. a locked box, and inside was a terrified girl. Ochyapti, atyorka bilan qutqargani qizni. We're nearly there, I think. Xo'p, jigarlarim, sizlar nima deb o'ylaysizlar bu narsaga? Bu qanchalik rost, qanchalik yolg'on bo'lishi mumkin? To'g'risi, yashiklarga qamab qo'yib, men bilmadim lekin. Fikrlaringizni yozinglar. Men uchun qiziq lekin, bitta-bitta o'qib chiqaman. Hamma obunachilarimni fikrini bitta-bitta o'qib chiqyapman. Juda zo'r kommentariy yozib, podдержка qilaysiz. Bitta like, bitta obuna ham bosib qo'ying.
Oh shit. Uzog'arilar chiqqan. Thankfully, they managed to free her, allowing her to contact her boyfriend. Men yomon aqlliman-da, qaranglar. Montajmi, как yasama obrazmi bilmadim, qaranglar-da. Hozir bitta orqaga qaytaringlar. Qaranglar, orqaga qaytarsaling, qiz birinchi yashikdan chiqib turgan holati hech narsasi yo'q edi. Как meytdan narsa kiyib olgan edi, meyti ochiq edi. Endi hozir bu kadrda futbolka bilan bunday o'tirib turib chiqyapti. Ana bilib oldik yolg'onligini. Bu uchimta like kitobini bosing. Men topdim. Xo'p, jigarlarim, bilasizlar nima deb yozishni fikrlayni. Bizda top 2-video ko'ramiz. Xo'p, jigarlarim, bizda уже top 2-video birgalikda ko'ramiz. Xo'p, balacha. I love you my papa. Dadam yaxshi ko'raman deyapti. Xo'p, eshikni ochyapti. Qo'ldan kimdir ushlayapti. Yo, o'zi qo'lini ko'taryapti. Hi papa. Salom dada deyapti. Eshik yopildi. The mother leaves her son alone for a moment. The little boy tries to leave the house, but something prevents him. Something we don't see seems to be holding his hand, preventing him from leaving. Something the little boy identifies as his father, who it is said had recently passed away. There are many cases of children involved in similar situations, from which they managed to escape. Some have been found wandering alone at night. Jigarlarim, sizlar nima deb o'ylaysizlar? To'g'risi men ishondim bu videoga. Sizlar o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va bitta like bilan bitta obuna bosib, jigarim bosing, to'xtatib tur hozir bosing. Agar mana shu videoda 1000 ta like, 1000 ta obuna kelsa, men tashlandiq binoda birgalikda sizlar bilan ham jonli efir ham yoqib qo'yamiz, ham video ham reaksiya qilamiz. Shunday qo'rqinchli videoga. Bitta like bosing hozir, jigarim, shu video tez kunda chiqadi. Bizda top 1-video. Ketdi. Xo'p, jigarlarim, bizda va nihoyat top 1-video birgalikda ko'ramiz va o'z fikrlarini yozish esdan chiqmasin. Men uchun qiziq bu. Ketdi. Xo'p, eshik. Qarashini qaranglar buni. G'alati bo'lib ketdim. Ko'zini qaranglar buni. Mostrate más. Shu yuzini qaranglar, sometida sochi yo'q. Tez-tez o'chib qoldi. Yo'q bo'lib qoldi. Zo'r. Kirishi kerak. Shu eshikni ochib kirib tekshirishi kerak. Hech kim yo'q. Xo'p, e'tibor beringlar. U agar yasama bo'lsa ham yashinib oladigan joy yo'q bu yerda. Hop. Bitta xona bor ekan. Hop, bu yerda ham hech kim yo'q. Son las 3 de la mañana. Hace 3-4. Xo'p, jigarlarim ko'rdilar birgalikda. Men bitta narsa tushunmayman-da. Ko'ryapti arvoh borligini. O'zi ko'rsatib turibdi, eshikdan poylayapti. Yugurib borib eshikni ochib turib kirib tekshiryapti. To'g'ri, bu bir tomondan o'zini tinchlantirish uchun muhim, lekin ikkinchi tomondan xavfli ham-ku bor-ku. Tasavvur qilinglar. Prosta oynadan shu narsani ko'rib qolyapsizlar, eshikdan sizlar. Borib tekshirasizlarmi yo qochasizlarmi dalshi? Bilib bo'lmaydi, lekin o'zlaring fikrlang, nima qilardilar, shuni yozinglar. Men uchun qiziq. Lekin men o'zim ko'rardim, sekin vaziyatni poylardim, tashlaverardim, bor-ku, lekin to'g'risi. Sizlar yozinglar fikrlaringni, nima qilgan bo'lardilar? Xo'p, jigarlarim, bizda shu videolar bor, hammasi top 5 talik shu videolar edi. Sizlarga yoqdimi, yo'qmi, kommentariyaga yozinglar fikrlaringni. Men uchun juda muhim. Keyingi videolar chiqarishim uchun, jigarlarim, shunchalik shu videoni shu joygacha ko'rdilar. Bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun, shu kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Jigarlarim, bo'lmasam tez kunda yangi video chiqadi. Sizlar bilan yangi videoda ko'rishguncha xayr bo'lmasam. O'zimizni stilda xayrlashamiz. Tayyormisiz? Sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.